ularni hayotida bevosita aks etib har bir inson uchun naqadar ayol tadbirkor. gapirgan so'z demak oldin kelishganimizni biz bu tizimli davom ettiramiz ko'rsatib. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Mana bir necha ko'rsatuv mobaynida biz shu innovatsion taraqqiyot mavzusini muhokama qilib kelyapmiz, hurmatli ekspertlar, chunki hayotimizni farovon bo'lishi, iqtisodiyotimizni jadal rivojlanishi, ishchi o'rinlar yaratilishi, hammasi bugunga kelib shu innovatsion texnologiyalar, ilm-fan taraqqiyotiga borib taqalayapti. Hatto bittagina chip dunyo iqtisodiyotini taraqqiy etish yo etmasligiga asos bo'lyapti. Shuning uchun biz bugun muhtaram teletomoshabinlar yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash borasida mamlakatimizda qanday ishlar qilinmoqda? Ana shu mavzuni ochiq va oshkora muhokama qilamiz. Mana domla boshlab bersangiz, bizga millionlab yosh olimlar kerak ekan, ixtirochilar kerak ekan. Ana o'shanda biz o'z yurtimizda tom ma'noda o'zimiz bek, o'zimiz xon bo'lar ekanmiz. Marhamat. Rahmat, to'g'ri, avvalambor so'z berganlar uchun, taklif qilganlar uchun. Mana o'zi umuman bugungi kundagi O'zbekistonda yosh olimlarga ilm-fan innovatsion faoliyat sohasida amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Marhamat. Qisqacha to'xtalib o'taman. Mana shu 2017-yil innovatsion rivojlanish ilm-fanga alohida e'tibor qaratilib, barchaga ma'lum, alohida bu bo'yicha davlat siyosatini olib boruvchi, yagona davlat siyosatini tashkil etuvchi, olib boruvchi organ tashkil etildi. Hozirgi kunda bu organ reforma bo'lib, endi yagona davlat siyosati organini olib boruvchi emas, tashkil etishga ko'maklashuvchi organ sifatida innovatsion rivojlanish agentligi sifatida faoliyat olib bormoqda. Mana shu o'sha vaqtda vazirlik sifatida tashkil etilganda umuman O'zbekiston, mamlakatda ilm-fan innovatsion faoliyat sohasini huquqiy tartibga solish bo'yicha me'yoriy hujjatlar mavjud emasdi. Mana 2017-yilda mana 8 yil davomida 80 dan ortiq prezident va hukumatimizning qarorlari, farmonlari qabul qilindi. Ikkita katta qonunimiz qabul qilindi. Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida hamda innovatsion faoliyat to'g'risida qonunlar qabul qilindi. Mana shu 80 dan ortiq aytayotganim qaror, farmonlarimizda mana shu qonun osti hujjatlarimiz o'zi aslida bundan tashqari cheksiz imkoniyatlar qilib berildi ilm-fanga, ayniqsa ilm-fanga, ya'ni mana shu oddiygina mamlakat taraqqiy rivojlanishi uchun, inson kapitalini rivojlantirish uchun avvalambor kadrlar tayyorlash masalasi bizda har doim ko'ndalang masala bo'lib turgan. Budjetdan tahsil oluvchi 2017-yilda oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida budjetdan tahsil oluvchida bir yilda 500 ta kvota beriladigan bo'lsa, hozirgi kunda mana 2025-yilda 5250 taga chiqarildi bu. 5250 taga. Yana aytyapmiz, 3-renessans poydevori haqida gapiryapmiz. 3-renessans poydevori haqida gapiryapmiz. Mana prezident maktablari tashkil etilganligi yoki joylarda, hududlarda mana yoshlarimizni ham ko'rdim, boya gaplashdim. Mana shu yig'ilishga kirishdan oldin yoshlar texnoparklari tashkil etilayotganligi. Mana so'radim, mana shu mana ko'rsatuvda ishtirok etib turgan yoshlarni 13 yosh, 12 yosh bolalar robototexnika bilan shug'ullanyapti. Bu 7-8 yil oldin 12-13 yosh bolalardan robototexnika nima desa, ular bunaqa tushunchasi yo'q edi. U faqatgina masalan o'zimiz ham 12-13 yoshda quyib o'qib yurganmiz. Hammamiz Domla bitta gap aytdingizda, to 17-yilgacha mana shu innovatsion rivojlantirish, raqamlashtirish, umuman ilm-u fanni hayotga tatbiq etish bo'yicha me'yoriy hujjatlar tayyorlandi, qabul qilindi. Ungacha qabul qilinmagan. Bor, bo'lgan, lekin tartibga solish bo'yicha aniq tartibga solish bo'yicha bosh qarorlarimiz, qonunlarimiz bo'lmagan.
umuman mavjud ilm fan va ilmiy faoliyatni tartibga soluvchi yagona hujjat mavjud bo'lmagan u vaqtgacha. Innovatsion faoliyatga ham xuddi shunday. Bu ikkita qonunimiz alohida qonun sifatida qabul iqtisodiy qilingan. nuqtai nazardan bu rivojlanishimizga sizni nuqtai nazaringizda qanaqa ta'sir ko'rsatgan? Ilm fan raqamlashtirish bo'lmasa o'sha payti innovatsion joriy qilish uncha ko'ngildagidek bo'lmagan bo'lsa, balkim buni Mana hozir sizga aytaman, tushuntiraman. Mana Fanlar akademiyasini tashkilotlarini olaylik. 17-yilgacha Fanlar akademiyasidan agar ishtirokchilarimiz orasida bo'lsa, Fanlar akademiyasini maqomi Fanlar akademiyasi tashkilot bor yo'qligi haqida bilmasdi olimlarimiz jamiyatda. Nechta olimlarimiz chetga chiqib ketdi, bozorga chiqib ketdi, taksi haydashga chiqib ketdi. 2017-yildan keyin Fanlar akademiyasini maqomi qayta tiklandi. Bazaviy moliyalashtirishga, to'liq moliyalashtirishga o'tkazildi tashkilotlarimiz. Alohida Fanlar akademiyasi tizimidagi tashkilotlarga prezidentimiz tomonidan alohida ularning faoliyatini takomillashtirish, tiklash, maqomini ko'tarish bo'yicha alohida qarorlar qabul qilindi bu bo'yicha. Men hozir bu yerda bizda hozir O'zbekistonda hammasi zo'r demoqchi emasman. Men qilingan ishlarni jamiyat bilishi kerakligi, olimlarimiz bilishi kerakligi haqida aytmoqchiman. Endi hozir ilm fan, texnologiya, innovatsiya haqida gapirsangiz, ba'zi birlarning ensasi qotishi tabiiy, chunki ular birdan hayot o'z-o'zidan farovon bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Lekin buning uchun men o'zim endi bilasiz rivojlangan mamlakatda misol keltirib millionlab yosh olimlar ishlayapti. Innovatsion robotlar yaratyapti. Sun'iy intellektlar yaratyapti. Lekin biz juda ham bu borada ko'p imkoniyatni endi men angladimki qo'ldan berganmiz. Marhamat, hozir endi oldimizda boshqa yo'l bormi yo'qmi? Shuni ham muhtaram teletomoshabinlar ham bir his qilsa, masalan, xolis bir baho bersangiz. To'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan ham hozir kunda ilm fanga, yoshlarni ilm fanga qiziqtirish, ularni demak rag'batlantirish bo'yicha mamlakatimizda men to'g'risini aytaman, xorijiy rivojlangan mamlakatlardan qolishmaydigan darajada imkoniyatlar yaratilyapti. Lekin buni oxirida aytaman, qaysi joylarda biz kamchiliklarga ro'y beryapmiz. Mana imkoniyatlarga boshlanaylik-da. Birinchi, mana yuqorida hamkasbimiz juda to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Katta kvota nima beryapti? Misol uchun bitta rivojlangan mamlakatda yoshlarga e'tibor, ilm fanga e'tibor berishning birinchi o'rinda yosh olimlarni grantlar bilan, ilmiy loyihalar bilan jamg'armalar orqali pul ajratib, yangi muammolarni yechimini topish uchun ularni rag'batlantirish kerak. Rag'batlantirish deganda unga sharoit yaratish berish kerak. Avvallari mana 2017-yilgacha qaror bo'lmaganmi deyapsiz. 17-yilgacha nimaga e'tibor bo'lgan ko'p aytam. Yo'q, bo'lmagan emas. Lekin karralariga oshdi hozir e'tibor. Ya'ni bitta loyihani yosh olimga, men o'zim yosh olim fundamental loyihasi rahbari bo'lganman 2012-yilda. O'sha loyihada menga 60 million so'm ajratgan. 60 million so'mga tadqiqotimni amalga oshirib, aniq bir prototip yaratib ko'rsata oladigan darajada nima bo'lmagan menga. Pul yetarli bo'lmagan u pul. Ya'ni u pulga o'sha jihozlarni eksperimentni yoki o'tkazish uchun ham o'tkazadigan hattoki laboratoriya qurilmamiz bo'lmagan. Hozir kunda bitta loyihaga deyarli zamonaviy qurilmani xarid qilsa bo'ladigan mablag' ajratilyapti. Bu bir. Masalan, men Toshkent davlat texnika universiteti prorektoriman. Prorektor sifatida 1 yilga kelib tushgan mablag'ga sizga nima qilib beraman. Birinchidan bu davlat dasturida moliyalashtirilgan loyihalar bor. Loyihalarni ham turlaydi. Fundamental, amaliy, innovatsion. Mana innovatsiyaga deyapmiz. Uning uchun ham pul ajratyapti. Uni ham yillari bor. Yillar davomida ularning hisoboti, monitoringi bo'ladi. Bitta loyihaga ajratadigan pul oldin 60 million bo'layotgan bo'lsa, hozir 4-5 milliardgacha pul ajratyapti. Bitta loyihaga 4-5 milliard so'mgacha. Endi loyihalardan mana 2024-yilda Toshkent davlat texnika universitetiga 13 milliardga yaqin mablag' tushirilgan bo'lsa, umumiy mablag' 41 milliardlik loyiha bajarilyapti. Bu hozirgi kunda texnika universiteti. Shundan 13 milliard 24-yilga kelib tushyapti. Shundan ham kamida 40% mablag'. Deyarli 6 milliardga yaqin pul bu aynan ilmiy laboratoriyalarni rivojlantirishga ajratilyapti. Ya'ni ilmiy laboratoriyamiz, qo'limizda uskunamiz bo'lsa qiladigan. Biz bemalol biza o'sha yoshlarni qiladigan ishini, ularni qandaydir loyihalarni, muammolarni yechimiga yo'l topa oladigan bir yaxshi bir sharoit qilib bersak bo'ladi. Xo'p, domla mana shuncha gaplarni gapirdingiz. Haqiqatda sharoitlar yaratilyapti.
endi odamlar so'raydi shuncha mablag' ajratilyapti chunki biz endi bu taraqqiyot yangi bosqichidamiz. Bu raqamlashtirishsiz, innovatsion texnologiyalarsiz biza hech qachon farovonlikka erisha olmasligimiz kundek ravshan hammaga ilmu fan hal qilar ekan. Qani bir natijalar ham bo'layaptimi? Endi o'shanga kelyapmiz. Mamlakatimizni taraqqiyotiga mana bitta Elon Musk butun Amerikani, dunyoni o'zgartirib yubordi, bitta yoki boshqa bir biznesmenni oling, ular juda ham marhamat. Shuning uchun ham hozir mamlakatimiz rahbari 20-iyunda muhandislik sohasidagi oliy ta'lim muassasalari rektorlarini yig'ilish o'tkazganda aytdilar, tarmoq korxona oliygoh zanjirini qo'yib berdilar. Tarmoq korxona oliygoh bo'lganda ham faqat davlatga suyanib qolish kerak emas, xususiy sektorlarga, ya'ni xususiy korxonalarni faolligini oshirish va ularning investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha ham ta'kidlab o'tdilar. Ya'ni u yerda tarmoqda mavjud muammo bilan olimni o'rtasidagi integratsiya yo'q edi. Olim o'zini tadqiqotini olib borardi, u faqat boshqa nimalar bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha. Tarmoqdagi muammomiz qanaqa muammo? U texnologiya kelyapti, yangi texnologiya, xorijiy. U texnologiyani ya'ni mahalliylashtirish bo'yicha, u texnologiyada mavjud muammo yechimi topish uchun xorijdan mutaxassis jalb qiladi. Lekin bizda bor-ku u narsa. Biz o'zimiz ishlab chiqarishimiz kerak. Kerak-ku u narsani qilishimiz uchun albatta birgalikda ishlash kerak. Mana misol uchun boshida mablag'larga ham to'xtalib o'tdim. Bu albatta aholimizga ham bir tushuntirish berib o'tib ketaman bir shu suhbatimiz davomida. Ya'ni bu mablag'lar O'zbekiston agar yalpi ichki mahsulotni ulushiga nisbatan olib qarayotgan bo'lsak, 2021-yilda 1.2% tashkil qilgan umumiy yalpi ichki mahsulotdan ajratilgan mablag'. 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 1.5% ga yetib kelish kerak va O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi 2030-yilga qadar 2% ga yetib borish kerak. 2% bu dunyoni o'rtacha yalpi ichki mahsulotda umuman boshqa rivojlangan mamlakatlarni oladigan bo'lsak 2% dan 2-4% gacha-da. O'shanga yetib olgan bo'lamiz. Ya'ni xuddi Xitoy deymiz, hozir texnologiyalar rivojlanib ketdi. Xitoy ham 2.5% gacha ajratadi yalpi ichki mahsulotlarning ulushida. Endi domla bitta savol sizga. Mana o'tgan gal ham bu ko'rsatuvimiz mantiqiy davom etyapti. Maqsad endi har bir ota-ona ham o'ylab ko'rish kerak farzandini taqdirini. U ertaga kim bo'ladi? Ochiq aytganda mardikor bo'ladimi yoki zo'r olim bo'ladimi? Boshqa mamlakatlarga investitsiya olib boradigan. O'tgan safar men bitta akademiyamiz turdi. Davlatimiz rahbari bilan 17 dekabr oyida uchrashgan eng birinchi akademik bilan uchrashganlarida shu odam aytayapti, mani 500 ta ishlanmam bor deyapti. Lekin bizani deyapti, O'zbekistonda uni hech kim olmaydi. Mana ijtimoiy tarmoqda ko'ring, deydi, tashqaridan olib keladi. Tashqaridan olib kelsa oson deydi. Yana uni domlarning gapini manfaati bor olib kelishga deydi. Bu mana shu narsani xususiy sektorlarni bekorga ko'paytirmayapti-da. Xususiy korxona rahbari albatta unga foydali ko'proq kelish uchun ko'proq ilm fanga ko'proq urg'u beradi-da. Mana misol uchun aytaman. Mana kecha biz Jizzaxda ADM Jizzax avto korxonasiga borib keldik. BYD ga bordik, ya'ni BYD ham korxonasi ochilgan. Undan oldinroq Asaka zavodga bordik. Ya'ni biz nimaga boryapmiz? Korxonaga yo'l ochib berdilar mamlakatimiz rahbari. Bolalarimizni va bolalarni olib boryapmiz. Korxona aytyapti, kesin praktika amaliyot o'tashga. Amaliyot o'tagani talaba keladi, uni ya'ni pulini ham to'lab beramiz amaliyot davrida deyapti. Ko'rdingizmi, xususiy korxonalar endi qanaqa munosabat bildirish boshlayapti. Chunki unga foydali ko'proq. Ikkinchidan, professor o'qituvchilar dars jarayonida professor o'qituvchi ta'lim berayotganda u dasturi bor, o'zini dars berayotgan dasturi bor. Dasturida mavzular aynan korxonada mavjud texnologiyalar asosida bo'lishi kerak. Ularni ishlatish, ulardan foydalanish, ularni qandaydir xizmat ko'rsatishga oid, ya'ni qanaqa texnologiya ishlatilyapti va unga qanday yo'l bilan biz yechim topamiz. Professor o'qituvchilarni har bizda mana shunday sistema joriy qilindi. Endi o'sha korxonalarga stajirovkaga 1 oylab boradi. Stajirovka davomida ular olgan bilimini demak talabalarga beradi. Talabalarni praktikada amaliyot jarayonida olib kelib o'qitadi. Bu jarayon aynan o'sha siz aytgan tepada turgan korxonalarning munosabatini o'zgartiryapti. Mana bitta men Asakadagi zavodda aytaman, bizda bitta tadqiqot ishini olib bordi. Bitta misol keltiraman. Bunaqa tadqiqot shu ko'p. Misolida u aynan shu tadqiqotni jarayonida yechimini topib berdiki, 1 yilda 7 milliard daromad ko'ryapti korxona. 1 yilda 7 milliard. Bitta odam taklifi bilan.
u odamga hozir xo'jalik shartnomasi bilan kel deb hozir nima deydi ilmiy jamoani o'zlari chaqirib olyapti. Bu Asakadagi, Andijondagi o'sha bizni O'zavto endi yoshlar, men O'zbekiston yoshlarini salohiyatiga, intiluvchanligiga o'zim 1000 marta, million marta guvoh bo'lganman, lekin endi bu yosh olimlarni juda qattiq, mana Amerika hammani kerak bo'lsa pulini ham beradi, sharoit ham yaratib beradi. Chunki bitta olimni bitta kashfiyoti butun Amerikani istiqbolini belgilab berish mumkin. Mana yosh olimlardan kimlar bor bu yerda? Masalan, bo'ladimi? Marhamat, chunki ularga juda katta oylik beradi, juda katta laboratoriyalar beradi. Albatta, lekin sharoit qilib beradi, ishlayver deydi, bo'ldi. 100 tadan bittasi bo'lsa ham qolgan 99 tasini oqlab ketar ekan. Marhamat. Assalomu alaykum. Men 2024-yil e'lon qilingan olima ayollar innovatsion loyihalar ko'rik tanlovida ishtirok etdim. Loyihamning mavzusi ko'krak bezi saratonini sun'iy intellekt yordamida erta aniqlash. Ana. Shu mavzu bilan o'zim Toshkent axborot texnologiya universiteti professoriman. O'zimning demak PhD shogirdlarim bilan shu mavzu ustida izlanishlar olib bordik. Lekin bizga real tasvirlar soni kamlik qildi. Sun'iy intellekt shunaqa narsaki, siz uni qanchalik ko'p o'qitsangiz, ya'ni qanchalik ko'p unga tasvir bersangiz, natijada u sizga to'g'ri tashxis qo'ya oladigan bir tizimga aylanadi. Bizning muammomiz nima edi? Bizga 10 mingta yoki 100 mingtaga yaqin tasvir kerak. Sun'iy intellektga misol uchun 1000ta, 500 ta tasvir kamlik qiladi. Qoyil. Bu tasvirlarni olish uchun biz onkologiya demak institutlariga bordik. Ular aytayaptiki, biz bu tasvirlarni berishimiz uchun sizda qanaqadir huquq, ya'ni murojaat huquqi bo'lishi kerak yoki loyiha bilan bizga murojaat qilinglar. Shunda sizga tasvirlarni beramiz. Yoki oddiy aholi o'rtasida misol uchun shu bizga MRTga tushib tasvirlarni beradigan ko'ngilchan insonlarni jalb qilishimiz kerak. Buning uchun ham qandaydir huquqimiz bo'lishi kerak. Shunda shunaqa orzu bo'lgan, qani edi loyiha bilan qatnashib yutsak degan orzumuz bo'lgan. Birinchi marotaba umrimda birinchi marotaba loyiha topshirdim. Loyiha bosqichlaridan o'tib, demak g'olib bo'lib topildim va 1 milliard so'm miqdorida mukofotlandim. 2025-yil 11 fevral kuni, ya'ni olima ayollar kuniga bag'ishlangan tadbirda, demak bizning loyihamiz top 10 talik loyihaga kiritilib, demak bizga shu 1 milliardlik sertifikat taqdim etildi. Xo'p, endi mana juda katta rahmat. Bu juda katta natija. Men oldin ham siz haqingizda o'qidim. Bu mana shu kasallikdan oldini olish borasida qarang, allaqachon sun'iy intellekt kirib keldi-da. Biz hali faqat osmondan chalpak yog'ishini kutib yotgan bir paytda qanaqa ta'sir ko'rsatadi bu kasallikni davolashga? Mana shu sun'iy intellekt qarang, bu qoyil endi, marhamat. Qancha kishi mana juda ko'p bu. Vaziyat chekyapti respublikada. Masalan, sizda statistikasi bo'lsa ham kerak. Bu loyihani yozishda qancha tahlili bor, qiyinchiligi bor. Qo'yiladi buni. Gapinglarni o'zim ham muzlab ketdim, chunki o'zim ko'rdim bu narsani hayotda. Mana bilamiz, misol uchun uzoq qishloqlarda, viloyatlarda ayollar vaqtida murojaat bilan kelmaydi. Misol uchun shifokorga vaqti ham bo'lmaydi. Vaqti ham bo'lmaydi, ularning ishi ko'p, boshqada. Bizda odat-ku. Odat. Biz sun'iy intellekt yordamida hali misol uchun alomat yo'q. Misol MRTda hali tasvirda yo'q, lekin o'zida shu nimadir bezovta qilyapti. Bizda tarixi bor-ku, sun'iy intellekt o'rgangan-ku tasvirlarda. Shu ayolda bu kasallik bo'lish ehtimoli mavjud deb hali misol kasallik boshlanmasdan shifokor o'zi aniqlay olmaydi. Yo'q, shifokor bizga ekspert bo'lib beradi. U bizga sun'iy intellekt oldindan bashorat qilib bera oladi. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt. Qarang qanaqa. Shuning uchun erta tashxislash deb qo'ygan. Xo'sh, demak, davlat quvvatlayapti. Bu shunday bo'lishi kerak. Biz sizni tabriklaymiz. Siz shu yoningizga iltimos qilamiz, shu davolangan minglab ayollarni olsangiz, ular boshidan o'tkazganda ular sizga sherik bo'ladi. Sizga katta rahmat. Xo'sh, marhamat. Marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari hamda tomoshabinlar. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan 2019-yilda Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida Yoshlar akademiyasi tashkil etilgan. 2023-yilda Yoshlar akademiyasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzurida qayta tashkil etildi. Yoshlar akademiyasining asosiy vazifasi shu ilm, fan, innovatsion faoliyat bilan faoliyat sohasidagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni mana shu ilm, fan, innovatsion faoliyatga jalb qilish. Misol uchun aytib ko'raman, turli masalan 40 yoshgacha bo'lgan iqtidorli yoshlar, yosh olimlar, tadqiqotchilar bilan ishlaymiz. Turli yoshdagi yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida bizning dasturlarimiz, tanlovlarimiz mavjud. Misol uchun aytib o'taman, joriy yilni 20-21 mart kunlari 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida milliy robototexnika tanlovini tashkil qilganmiz. O'sha Yoshlar akademiyasi tomonidan bu robototexnika tanlovi shu innovatsiyalar sohasiga kirib kelayotgan, shu muhandislik sohasiga kirib kelayotgan yoshlar uchun dastlabki qadam hisoblanadi. Bundan tashqari 2022-yildan buyon har yili mart, may oylarida biz iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bek jamg'armasi bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovini tashkil etamiz. Bu yil ma'lumot uchun aytib o'taman, bu yil mazkur tanlovning qamrov darajasi 51 ming nafardan oshgan. Ya'ni 51 ming nafardan ortiq yoshlar ishtirok etyapti. 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Bu tanlovimiz kelajakda olim bo'laman deganlarmi, tadqiqotchi bo'laman deganlar? Albatta, birinchi bosqichda yosh endi menimcha ozmi ko'pmi 51 ming 40 million aholiga har yili bosqichma-bosqich oshib boryapti. Bu masalan biz uchun ijobiy natija, har yili bosqichma-bosqich oshib borishi. Chunki birinchi yil 2022-yilda 22 ming nafar ishtirokchi qatnashgan, qamrab olingan. Hozir mana shu 3 yil ichida 51 ming nafardan oshdi, ya'ni 2 barobardan oshdi. Bu menimcha so'nggi o'sha 3 yil ichida ijobiy ko'rsatkich deb bilamiz biz. Mana bilasizmi, mana yoshlarni nimaga alohida e'tibor berilyapti? Bir paytlar samolyotni g'oyasini taklif qilganda ham uni ustidan kulishgan. Elon Musk ham ustidan buni bu bo'lmaydigan deganda, lekin yoshlar shunga qanaqadir boshqacha yechim topadi. Domla, mana sizlarga savol. Qanaqa qilib qo'llaysizlar? Yosh olim, u laboratoriyada uni g'oyasi bor, lekin hali puli yo'q. Lekin u ishonadi. Keyin u oilasi bo'ladi, to'g'rimi baribir? Mana chet ellarda bilasizlar, iste'dodlarni hammasini qanday qilib yo'l bo'lmasin, olimlarni sotib olish, ov qilib yurishadi. Chunki u juda katta bebaho. Bizga o'xshab eski zamonda dissertatsiya yozardi, shpolkada chang bo'lib qolib ketardi. Yaponlar xayolni ham hayot. Qanaqa qo'llayapsizlar mana? Bolalar bor, marhamat. Marhamat. Bolalar bor. G'oyasi zo'r, lekin puli yo'q. Uylangan oilasini boqish kerak. Mana hamkasbimiz Yoshlar akademiyasi haqida aytib o'tildi. Yoshlar akademiyasi tomonidan alohida bo'lajak olim tanlovi joriy etilgan. Bo'lajak olim tanlovida u yerda ilmiy g'oyalar, ilmiy loyihalar hamda startaplar alohida tanlovlari. Bunda faqat 40 yoshgacha bo'lgan yoshlar ishtirok etadi. Bu birinchi masalasi. Unda oddiygina g'oya berishda menimcha adashmasam 100 milliondan ortiq summa beriladi. 100 milliondan ortiq summa beriladi. Bu 40 yoshgacha bo'lgan, masalan, unda mana shu maktab o'quvchilari ham kerak bo'lsa olishi mumkin ishtirok etib, g'oyasi yaxshi bo'lsa. Bu qanaqa qilib qo'llab-quvvatlayapsizlar degan savolga javob. Ana endi izlanuvchilarimizga keladigan bo'lsak, biz shu 2021-yilda akademik harakatchanlik degan dasturni e'lon qilish uchun qaror loyihasini 2020-yillarda tayyorlayotganimizda yosh katta olimlarimizda, chunki ularni tadqiqot olib borayotgan vaqtlarida bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Shu uchun biz akademik harakatchanlik haqida ozgina tushuncha beray, nima ekanligini. Keyin bu gapimni davom ettiraman. Akademik harakatchanlik nima bu? Akademik harakatchanlik, masalan, men respublikani bir chekka hududda tadqiqot olib boryapman. Men tadqiqot olib borayotgan ilmiy tashkilot yoki oliy ta'lim muassasasida men o'zimga kerakli bo'lgan laboratoriya asbob uskuna mavjud emas. Menga Toshkentga kelishim kerak.
Toshkentga kelishim uchun menga mablag' yetmaydi. To'g'ri. Bu yotoq joyi yetmaydi yoki boshqa mablag'im yo'q. Menga berilayotgan 5,5-6 million, 8 milliongacha bo'ladigan stipendiya menga yetmaydi. Shu uchun mana shularga qo'shimcha imkoniyat bo'lishi uchun akademik mobillik, akademik harakatchanlik dasturini e'lon qilganmiz. Mana shu dasturga 40 yoshgacha bo'lgan olimlar ishtirok etib, g'olib bo'lib, o'zini ish joyi saqlangan, stipendiyalari saqlangan holda, masalan, Qoraqalpog'iston yoki Andijondan kelib, Toshkentda hamma xarajatlari, kunlik, yeb ichish, boshqa xarajatlar ham qoplanadi. Endi qarorni, loyihasini muhokama qilayotganimizda, yosh katta olimlarimiz, men ularni ayblamoqchi emasman, lekin ular o'zlarini davrlarida bunaqa imkoniyatlarni ko'rmaganligi uchun bizga shunda savol berishgan. Stipendiyasini hozirgi berilayotgan doktorantlarga stipendiya, mana doktorantlarimiz o'zlari o'tirishibdi. Marhamat, doktorantlarga berilayotgan stipendiya Rossiya, Xitoy davlatlaridagi berilayotgan stipendiyadan kam emas. O'shanda olimlarimiz aytishganki, shuncha stipendiya, chunki u vaqtlarda doktorantura, aspirantura deyilgan, aspiranturaga hech kim kirmagan, chunki uni stipendiyasi kamligi, oilani boqolmaganligi uchun kirmagan. Lekin bu kerak emas, shuncha stipendiya berilyapti. Biz o'sha vaqtlarda o'zimizni yonimizdan qilganmiz, buncha stipendiyaga mana shunday qilib tadqiqot qilsa bo'ladi degan tushunchani aytib bizga e'tiroz bildirishgan. Lekin mana davlatimizni, hukumatimizni qo'llab-quvvatlash natijasida 2021-yil shu qarorimiz qabul qilinib, mana bugungi kungacha shu akademik harakatchanlik dasturi tanlovlari davom etib ketyapti. Mana bugun o'sha tanlovni birinchi bosqichini mana 2025-yilda 4 martda e'lon qilinishini belgilaganmiz. Mana bugun birinchi bosqich tanlovini yakunladik. Xo'sh, demak, muhtaram teletomoshabinlar, o'zi ko'rsatuvimiz nomi yosh tadqiqotchilarni, olimlarni qo'llab-quvvatlash ekan. Mana hurmatli ota-onalar, farzandingiz olim bo'lmoqchi bo'lsa, mana mutasaddilar ular uchun yaratilayotgan va yaratilgan sharoit haqida xolis ma'lumot berishyapti. Faqat sizu bizni vazifamiz farzandlarimizni rag'batlantirish. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana ustozlar hozir aynan jamiyatimizdagi oliy ta'limdagi yoki ta'lim muassasalaridagi olib borilayotgan islohotlar haqida gapirdilar. Ulardagi borayotgan jarayonlar, respublikamizda olib borilgan qaror va loyihalar haqida gapirdilar. Men o'zim yosh olim sifatida ustozlarning aytgan, ya'ni bu fikrlarini amaliy ijrosini aytmoqchiman. Ya'ni 2024-yil may oyida bo'lgan Vengriyaning Startup Campus, ya'ni tashkiloti bilan va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash dasturi ishlab chiqildi va unga ko'ra respublikamizdan, ya'ni ustoz aytganlaridek 20 nafar PhD yosh olimlar tanlab olindi. Ularning loyihalari, ya'ni jamiyatda bir qancha kerak bo'ladigan yo'nalishlar bo'yicha yosh olimlar to'plandi va ularni Vengriyaga stajirovkaga may oyiga yuborildi. Unda o'zlarining loyihalarini olib borgandan so'ng bozor iqtisodiyotiga olib chiqish, ya'ni ularni bozorga olib chiqish. Ustoz aytdilar, ya'ni ularning dissertatsiyalarida yozilgan yoki kitoblarda yozilgan holatdagi faqat qog'ozda qolib ketmasligi, bularning g'oyasi borligini, ya'ni davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlayotgan bir amaliy yechimi. U yerga borgandan so'ng faqatgina uni bozorga olib chiqish, tijoratlashtirish va jamiyatga kerak bo'ladigan sohada 2 haftalik kurs davomida uni o'qib o'rgandik va u yerdagi Vengriyaning bir qancha universitetlarda ya'ni u yerda himoya qildik nimalarimizni, o'zimizning g'oyalarimizni va ulardan kerakli ma'lumotlarni olib hamkorlikda ishlash bo'yicha va loyiha ustida ilmiy maqolalar va bu loyihani tijoratlashtirish masalasi bo'yicha hamkorlar bilan biz u yerda kelishuvlarga erishildi. Xo'p, endi natija ham bo'ladimi? Hozir endi bugun ixtiro qilingan narsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, masalan Vyetnamda hozir rivojlanishi dahshatli darajada. Biz boshqa mamlakatlar haqida ko'p gapiramiz, lekin bugun ixtiro, kashfiyot qilingan narsa ertalab bo'lmasa ham bir haftadan keyin bu iqtisodiyotga tatbiq qilinyapti. Bu raqobat shuni talab qilyapti endi. Bizda ham masalan sizning ishlanmalaringiz jamiyatga qanaqa bir foyda keltiradi deb o'ylaysiz? Siz aytgan, men Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiya muhandislari institutida Milliy tadqiqot universitetida qatnashdim. Asosan qayta tiklovchi energiya manbalari sohasi bo'yicha ishtirok etgandim. Meni ilmiy ishlanmam bu joyda
past bosimli suv oqimlarida ishlovchi mikro gidroelektr stansiyalar qurish masalasida. Uni g'oyani ishlab chiqqanimizdan so'ng biz asosan turbinasiga e'tibor berdik va Arximed vintli turbinasini ishlab chiqish masalasini ko'rib chiqdik. Parallel holda Arximed vintli turbinalarni ishlash va uning dastlabki prototipini ishlab chiqdik va Intellektual mulk agentligi tomonidan foydalanadigan patentini ham oldik. Men aynan shu loyiha bilan qatnashgandim yosh olim sifatida va u joyda Vengriyada borganimizda Vengriyaning Abuda universitetida biz buni doklad qildim. Ya'ni men u joyda chiqib taqdim qildim. Va ular tomonidan ijobiy fikrlar va qo'shimcha, ya'ni g'oyani rivojlanib ketishi bo'yicha ulardan fikrlar oldik. Hozirgi kunda endi men shu soha bo'yicha yana rivojlantirib, energetika sohasida ekologik toza va elektr energiya sifatli elektr energiyani ta'minlab berish uchun bir jamiyatga kichik hissa qo'shish sifatida yosh olim sifatida harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlashyaptimi tashkilot, idoralar yoki haligi boya akademigimiz aytganday shu dvigatelda elektrani tashqaridan olib kelsak bo'ladi degan fikr yo'qmi ularda? Yo'q. Demak, davlatimiz tomonidan bu sohada yoshlarga e'tiborni ustozlarim aytib o'tdilar, qo'llab-quvvatlashyapti. Aynan bizning universitetimiz tomonidan ham bu g'oyalar qo'llab-quvvatlanadi va eng zamonaviy laboratoriyalar olib kelingan, chunki uning kamchiliklari va yanada samaradorlikni oshirish ustida ishlanmalar olib borish uchun qo'llab-quvvatlash olib borishyapti. Xo'p, endi hozir qizimizga so'z berishdan oldin bitta achchiq haqiqatni aytdingiz. Shu buni tan olish kerak. Shu 90-yillardan keyin meni o'zim ham yo'qlaganman. Kandidatlik dissertatsiyasini juda ko'p olimlarimiz, ayniqsa fan nomzodlari, hozir sizlarning tilda PhD doktor deydimi, nima deydi? Doktorlar ipodromga chiqib ketdi, taksistlik qildi. Juda ham ko'pi chet elga ketib qoldi olimlar. Ularni jon deb qabul qilishdi. Chunki u payt hech kimga ilm fan taraqqiyot kerak bo'lmadi-da. Mana endi Xudoga shukr yoshlar qaytyapti. Bu juda ijobiy holat. Hozir institutlar to'g'risi qidirib yuribdi. Kimda ilmiy unvoni bor, istagan oyligingizni beramiz deb taklif qilyapti. Bu hozir bu trendga chiqib ketdi, fanga qiziqish. Buni tan olish kerak lekin. Kecha mana kuni kecha bir men endi kimligini aytmayman, tashkilotimizni mas'uli aytayaptiki, bizda menimcha siz ham eshitdingiz, bizda shu fan nomzodlari ketib qolyapti boshqa universitetlarga, xususiy universitetlarga, chunki xususiy universitetlar ularga ko'proq pul beradi, shu uchun ketib qoladi. Bu sog'lom raqobat bu. Bolajonlarga ham so'z beramiz. Mana bu qizimiz, men qoyil qoldim, ko'rsatuvdan oldin gaplashdim. Shuni bir tushuntirib bering. Bitta o'zbek qizi shuncha yangilik yaratibdi, buni tan olib xursand bo'lish kerak. Marhamat. O'zbekiston Respublikasida yosh izlanuvchilarga bo'lgan e'tibor juda ham yaxshi. Yosh izlanuvchilar bular kimlar? Bakalavr, magistr, doktoranturada o'qiydigan, muayyan ilmiy mavzu yuzasidan ish olib borib, ilmga qiziqadigan yoshlar hisoblanadi. Aynan 2022-yilda men magistratura bosqichiga o'qishga qabul qilinganman. Mana shu yili magistratura bo'yicha bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. Aynan o'qishga qabul qilish jarayonida. Kontrakt davlat tomonidan to'lab beriladi. Bundan tashqari mana boshida qo'yilgan talab qanaqa bo'ldi? Aynan ingliz tilidan yoki umuman til bilish sertifikati B2 va undan yuqori bo'lgan talabalar yoki qizil diplom mavjud bo'lgan yuqori balga ega bo'lgan o'quvchilarimiz, talabgorlarimiz magistraturaga o'qishga kirishlari mumkin bo'ldi. Aynan mana shu davrda respublikamiz bo'ylab juda ham ko'plab institutlarda ochiq kvotalar o'rinlar qolib ketdi, chunki bu yuqori talabga javob beradigan yoshlarimiz juda kam bo'lgan. Aynan mana shu davrda men O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakultetiga birinchi o'rinda grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Mana bundan keyingi yillarda bo'layotgan yana qo'llab-quvvatlashlardan bittasi shuki, bu aynan istisno tariqasida magistratura bosqichidagi talabalarni qishki qabul asosida o'qishga qabul qilishdi. Va bundan tashqari yana yengillik qilib xotin-qizlarning ilmiy faoliyatlarini rag'batlantirish maqsadida davlatimiz tomonidan kontraktlar qaytarib berish shartlarisiz to'lab berildi. Bularning hammasi ilmga bo'layotgan juda katta e'tibor deb hisoblayman. Chunki o'sha paytlarda aynan sertifikati borlar, diplom bali yuqori bo'lgan odamlar magistraturada o'qigan bo'lsa, boshqa bir olimlarimiz qiziqishlari bor, lekin qaysidir ma'noda to'siqqa duch keldi. Davlatimiz mana shu narsani ham e'tiborsiz qoldirmadi, yechim sifatida yuqorida aytib o'tilgan ishlarni amalga oshirildi. Endi bu yerda ko'rib turgan narsalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, bularning hammasi
bitta o'zim qilgan ishlarim emas, albatta buni aytib o'tishim kerak. Hozirda transgenomika va to'qimalar kulturasi laboratoriyasi birinchi bosqich doktoranti hisoblanaman. Aynan laboratoriya mudirimiz Xurshid Ubaydullayevning boshchiligida mana shunaqa dorivor, manzarali hamda inson ehtiyojlarini qondiradigan turli o'simliklar, xususan g'o'za, kartoshka, uzum, anor va bir qancha o'simliklar ustida ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshiramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan o'simliklardan bittasi bu orxideya o'simligi. Bilamiz, qimmatbaho manzarali o'simlik hisoblanadi. Narx jihatidan bu qimmatli o'simlik. Aynan in vitro texnologiyasi yordamida agar biz o'simliklarni ko'paytiradigan bo'lsak, bu orqali biz qanaqa yechim topishimiz mumkin muammoga? Aytaylik, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan bir qancha o'simliklarimiz bor. Dorivor o'simliklar, qizil kitobga kiritilgan o'simliklar bor yoki bo'lmasam chetdan qimmat valyutaga olib kiriladigan o'simliklar bor. Mana shu o'simliklarni ozginagina to'qimasidan yoki qaysidir bitta o'simlikning qismchasini sun'iy ozuqa muhitlarida xuddi mana shunaqa tabiiy usulda ko'paytirish imkoniyatiga egamiz. Va hozirda olib borilayotgan ilmiy ishlarimiz shaxsan meni o'zimniki g'o'za o'simligi bo'yicha markazimiz olimlari tomonidan shu vaqtgacha porloq navlar yaratilgan. Bular xabaringlar bo'lsa kerak, erta pishar, hosildor, tolasi uzun bo'lgan g'o'za o'simligi hisoblanadi. Yoki kartoshka bo'yicha bisyor navlari yaratilib, patentlari olingan. Biz endi hozir qilayotgan ilmiy ishimizdan maqsadimiz shuki, aynan yuqorida aytib o'tgan hosildor, erta pishar, tolasi uzun bo'lgan xususiyatni yanada yaxshilash maqsadida yangi genomni tahrirlovchi texnologiya, ya'ni CRISPR-Cas9 texnologiyasi bilan o'simliklarning xususiyatlarini o'zgartirish ustida ilmiy ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Katta rahmat. Mana siz shu endi biz islohot haqida gapiramiz, amaliy natijasini yorqin bir vakilasiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Biz ishonamiz, bu sizning ishlanmalaringiz albatta hayotga tatbiq etiladi. Mana qiz bola hozir bitta shu yosh qahramonlarimizga ham mana shuncha ishni qilib turganiga sizga tasanno. Safdoshlaringiz kengaysin. Marhamat, bu yosh olimlarimiz bilan tanishtiring. Hop, Bu assalomu alaykum. robotchilarmi bular? Hayronman endi. Marhamat. Assalomu alaykum, ishtirokchilar. Biz Robot akademiyasidan keldik. Robot akademiyasi bu Najot Bo'lsa ta'lim, bo'ladimi? Aha. ya'ni O'zbekistondagi eng katta IT ta'lim markazi bo'lgan Najot ta'lim qoshidagi ochilgan akademiya hisoblanadi. Hozirgi kunda Robot akademiyasida 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga robototexnika va IT ni birgalikda ta'lim berib kelinadi. Ya'ni bu Robot akademiyasi tashkil topganiga 1 yilcha bo'ldi va shu 1 yil davomida erishgan yutuqlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'p, o'zim ismim Hasanboy, Robot akademiyasi o'quv bo'limida faoliyat yuritaman. Hozirgacha biz o'sha alohida robototexnika sohasiga e'tibor qaratilayotgani haqida, ya'ni Yoshlar ishlari agentligi va innovatsion fan oliy ta'lim va fan innovatsion vazirligi hamkorligida musobaqalar tashkil qilishni yo'lga qo'yganmiz. Va bu hozir ham kelishuvlar davom etyapti. Robot akademiyasida hozirgi kunga 700 dan ortiq o'quvchilar mavjud. Ya'ni aynan robototexnika IT ni birgalikda o'rgatiladigan ta'lim markazida. Va bu O'zbekistonda ma'lum bir sonlarga tegishli. Ya'ni bunaqa son juda ham kam. Hozir robototexnika IT ga IT markazlaridagi 700 dan ortiq o'quvchiga ega bo'lgan markazlar juda ham kam. Ko'paytirish kerak. Xuddi shunday. Ya'ni hozir biz 7 ta filialimiz bor, ya'ni O'zbekiston bo'ylab va yil oxirigacha biz butun viloyat markazlariga filiallarimizni ochish reja qilganmiz. Va buning uchun biz Yoshlar ishlari agentligiga alohida rahmat aytamiz. Abdulaziz aka Mo'minov bizga juda ham katta yordam beryapti. Ya'ni u davlat tomonidan e'tibor qaratilgan alohida, ya'ni filial ochish bo'yicha yoki o'sha viloyatlardagi yoshlar markazidan joylar ajratish bo'yicha bizga yordam beryapti va kelishuvda ishlayapmiz. Va o'sha bu yerda Yoshlar akademiyasiga kelgan akamiz bilan hamkorlikda o'sha milliy robototexnika tanlovi ishtirokchisi tanlovida biz o'zimiz tashkilotchilik qilganmiz. Yani jamoaviy Robot akademiyasi hakamlar tuzish, misol uchun o'quvchilarni saralash bosqichlaridan o'tkazish, nizomlar ishlab chiqish, musobaqa, robototexnika musobaqalariga o'quvchilarni tayyorlash, ularni olib chiqish, deylik final nimalarini o'zimiz o'tkazganmiz, tashkilotchiligini olganmiz. Va bundan keyin 3-aprelda kelayotgan muhandislar kuniga ham biz alohida robototexnika bo'yicha yana musobaqa reja qilyapmiz va undan tashqari biz reja qilyapmiz xalqaro musobaqalarga ham chiqishga. Ya'ni o'quvchilarimizni xalqaro musobaqaga olib chiqish. Faqat O'zbekistonda emas, Qozog'istonda misol uchun Astonada juda ham ko'p bo'ladi va o'tgan yili bo'lgan Turkiyada, Izmirda Viro xalqaro musobaqasi bo'ldi robototexnika bo'yicha. Bu yil Singapurda o'tkazilishi reja qilinyapti va unga tayyorgarliklar biz boshlaganmiz.
Ya'ni bu xususiy Katta sektor rahmat. miqyosida. Hozir biz o'quvchilarimiz bilan birga kelganmiz, o'zlari robotlarni yasab kelgan. Marhamat. Bu yerda ularni hozir bir ishlab yurgizib ko'rsatsa bersa, bo'ladimi? albatta, beraman. Marhamat. Men Robot akademiyasi o'quvchisiman. Bugun biz bu mashinamiz haqida gaplashamiz. Bu robot, ha? Robot. Qoyil. Bu yuruvchi yaqinda bo'ladigan Singapur shahrida bo'ladigan dunyo bo'yicha Vro musobaqasiga birinchi yasalgan robotimiz. Bu hozir ishlatib ko'rsatib beraman. Marhamat. Bu robotimizning maqsadi ikkita zona bo'ladi. Bir-biriga raqiblar bir-biriga qaragan ikkitadan bo'ladi. Bir-biri bilan tortishadi. Bir-biri bilan tortishadi. Ikkita zona bo'ladi. Har bitta raqib o'zining zonasi bo'ladi. Maqsad bu yerda kopto'la tashaladi o'rtaga. Koptoni kimni tarafida kam bo'lsa, o'sha taraf g'olib bo'ladi. Ko'rsanglar, bu ishlayapti. Bundoq ana otadi. Qoyil. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Innovatsiyalar milliy ofisida ishlaymiz. Biz yuqorida aytib o'tdilar, Startup Campus kompaniyasi bilan hamkorlikda Vengriyani hamda Yevropani laboratoriyalarini, Yevropani o'sha ilmiy faoliyatini o'rganish maqsadida yosh olimlarni, 20 nafar yosh olimlarni stajirovkaga yubordik. Ular bizda asosiy muammolar bo'lgan suvni tejash, muqobil energetika, tibbiyot sohasi yo'nalishlarida o'z loyihalari bilan qatnashib kelishdi. Endi bu natijasi sifatida bizda har yili o'tkaziladi Innovik innovatsion g'oyalar haftaligi doirasida barcha mana shu 20 nafar yosh olimlarimizni Abuda universitetidan kelib investorlarni jalb qildik hamda mana shu loyihalarni tijoratlashtirish darajasiga olib chiqqan loyihalarni ular moliyalashtirishdi. Katta rahmat. Fanlar akademiyasi Yadro fizika instituti radiopreparat davlat korxonasida yetakchi muhandis bo'lib ishlayman. Bizning korxonamiz asosan O'zbekistonda yangi soha bo'lgan yadro tibbiyot sohasiga radionuklidlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ya'ni korxonada barcha texnologiyalar O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi tomonidan patentlangan hisoblanadi. O'zimizni klinikalarimiz, ya'ni ochiq ionlashtiruvchi nur manbalari bilan ishlash uchun maxsus tegishli ruxsatnomaga ega bo'lgan bir qancha klinikalarga yetkazib beryapmiz bugungi kunda radionuklidlarni. Bu asosan qalqonsimon bez saratonini davolashda, prostata bezi saratonini davolashda hozir yaqinda ishlab chiqilgan Lutetiy 177 tashuvchisi Lutetiy 177 asosidagi PSMA radiofarm preparati qalqonsimon bez saraton prostata bez saratonini davolashda keng miqyosda ishlatilib kelinmoqda. Yod 131 radionuklid asosidagi natriy iodid substansiyasi esa qalqonsimon bez saratonini tashxislashda, davolashda, ya'ni saratonni tireotoksikoz kasalligini davolashda ishlatilib kelinmoqda. Shaxsan o'zim yaqinda 2024-yil noyabr oyida PhD himoyasini qildim, ya'ni o'sha qalqonsimon bez saratonida ishlatiladigan yod 131 radionuklidini olish texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishi olib bordim va bitta ixtiroga patent hamda foydali modelga patent olib, shu patent va ixtirolar asosida himoya qildim. PhD ilmiy unvoni berishdi. Tabriklaymiz. Chin yurakdan tabriklaymiz. Omad yor bo'lsin. Bugungi kunda o'sha ishlab chiqarayotgan radionuklidlarni asosan 5% ga yaqin respublikamizning klinikalariga yetkazib berilmoqda. Qolgan 95% esa chet elga eksport qilinmoqda. Korxonani qaysi mamlakatlarga chet ellarga? AQShga, Rossiyaga, o'sha siz aytgan Yevropaga katta miqyosda, ya'ni bu summada aytadigan bo'lsak, oyiga taxminan 300 ming AQSh dollarini tashkil qiladi, yiliga 3-4 million AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekistonga shuncha miqdordagi valyuta tushumini ta'minlamoqda. Bu Yadro fizika instituti qoshidagi kichik bir korxonaning qilayotgan ishi. Demak, ya'ni uni sifat haqida ham ozgina ruxsat bersangiz to'xtalib o'tsam. Lutetiy 177 radionuklidi asosan yadro tibbiyotida ishlatilganda uni reaktordan olinadimi? Ha, albatta ilmiy tadqiqot reaktordan olinadi bu. Neytron bilan bombardimon qilib ma'lum bir nishonlarimiz va uni qayta ishlash natijasida uni tarkibida hosil bo'lgan yod 131 yoki lutetiy 177 radionuklidlarni yuqori texnologiyalardan foydalangan holatda ajratib olinadi va oxirida dori sifatida sotiladi chet elga va o'zimizni klinikalarimizga. Tozaligi haqida qisqacha to'xtalib o'tsam,
solishtirma radioaktivligi asosiy ahamiyatga ega bugungi kunda radionuklidlarni nazariy jihatdan hozir lutetiy 177 radionukleidni 110 kyri milligramm tashkil qiladi. Bizda ishlab chiqarilgan lutetiy 177 esa 108 kyri milligramm tashkil qiladi. 99% dan ham yuqori natijaga erishilgan va ma'lumot o'rnida Polshaning Polatom firmasi bor. Ular ishlab chiqaradigan lutetiy esa 50 kyri milligramm tashkil qiladi uni solishtirma radioaktivligi. Ko'rdingiz, mana qancha iste'dodlarimiz bor. Bularni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak, ko'proq bularni qo'llab quvvatlashimiz. Sizga o'xshagan intiluvchan yoshlar ko'pmi? Bizni korxonamizda bugungi kunda 50% dan kamroq qismi yosh olimlar tashkil qilib, ishlab chiqarish bo'limini o'zida ishlab chiqarish bo'limi hamda uni nauka qismi alohida aniq qilingan. Marhamat do'stim. Juda xursandmiz. Rahmat. Mehnatga yarasha rag'bat ham bordir. Rag'bat bor. Chunki oldin ota-onalar aytadi, olim bo'lib nima qilasan? Shahar olib berarmiding deb o'qib, menimcha moddiy jihatdan ham xudo xolasa sizlardan hozir hech kam emassizlar. Marhamat. Haqiqatan ham xuddi shunday. Men ham Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Bizning institutimizda o'sha O'zbekistonda uchraydigan dorivor o'simliklardan biologik faol moddalar ajratib olib, ular asosida dori vositalari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Boya aytgandek, hamma ishlab chiqarishni ham o'sha innovatsiya darajasiga yetish uchun bizning institutimizda sharoit yaratilgan. Qanday sharoit? Ham olimlar asosan o'sha dorivor o'simliklarni olib kelib, uning tarkibidagi biologik faol moddalarni o'rganadi, ajratib oladi. Ajratib olingan biologik faol moddalar klinik oldi sinovlar tariqasida o'sha hayvonlarda dastlabki klinik oldi sinovlar o'tkaziladi. Ma'lum bir aktivlikka o'tgandan keyin uni tajriba texnologiya laboratoriyasi bor, alohida o'ta katta masshtabda ishlab chiqarishga yo'lga qo'yiladi. Hamda o'sha tajriba texnologiya laboratoriyasi oldida tajriba ishlab chiqarish korxonasi tuzilgan. Hozirgi paytda u korxonada yiliga 100 tonnadan ortiq o'simlik qayta ishlanib, chetga o'sha olingan biologik faol modda chetga eksport qilinadi. Katta rahmat. Endi bugun ko'rsatuvimizga kelganlari bular hammasi juda katta ilmiy yutuqqa erishgan olima va olimlar, tashkilotchilar. Bitta savol bilan ko'rsatuvimizni yakunlasak, mana shu bizga hozir shu 17-yilda qo'yilgan vazifa davlatimiz rahbari tomonidan 1,5 million dasturchilar kerak, millionlab olimlar kerak. Biz nima deydik, hech qachon o'zbek farzandlari ochiq aytganda mardikor bo'lmasin, chet elga borib kimlardir xizmatini qilmasin. Mana shu yigitga o'xshab, yo bu qizimizga o'xshab, yo bu yigitimizga o'xshab olim bo'lsin, bularni chet elda ko'ziga surtib oladi. Shuning uchun endi sizlarni bu ezgu ishlaringda omad yor bo'lsin. Muhtaram teletomoshabinlar, bu nihoyatda o'zi dolzarb mavzu, nihoyatda murakkab mavzu. Endi bizning oldimizda ham juda katta imkoniyatlar turibdi. Sizlardan iltimos qilamiz, kelinglar, hammamiz birgalikda yosh olimlarni qo'llab-quvvatlaylik. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Biz bu tizimli davom ettiramiz.